Agar biz buyuk davlatni qurmoqchi bo'lsak, uni avvalo yoshlarga e'tibordan boshlamoqimiz lozim. Assalomu alaykum. Men Toshboyeva Madina, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti 3-bosqich talabasiman. Yoshligimdan maqom kuylarini sevib tingladim hamda o'z oldimga mohir maqom ijrochisi bo'lishni maqsad qilib qo'yib oldim va bu maqsadlarim yo'lida Samarqand san'at kollejida o'qidim va hozirgi kunda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutining 3-bosqich talabasiman. Avvalo ustozlarim Ilyos Arabovga, Malikaxon Ziyayeva hamda Farangiz Ziyayevalarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirgi kunda institutimizda iqtidorli yoshlar uchun juda ham keng imkoniyatlar ochilgan. Ya'ni biz ko'plab tanlovlarda, tadbirlarda faol qatnashib kelmoqdamiz va mening bu mehnatlarim orqasidan yaqinda o'tkazilgan O'zbekiston qahramoni Munojot Yo'lchiyeva nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Bu mening eng katta yutuqlarimdan biri bo'ldi desam, hech ham adashmagan bo'laman. Va shu bilan birgalikda yilning eng faol ijodkor talabasi nominatsiyasi bo'yicha institutimizda 1-o'rinni qo'lga kiritdim va respublika bosqichiga yo'llanma oldim. Hamda respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Bu ham men uchun o'sha 5000 ta yoshning ichida eng katta o'rinlardan biri bo'ldi desam, hech ham adashmagan bo'laman. Kelajakda ustozlarimni hamda ota-onamni ishonchlarini oqlagan holda yurtimizga, vatanimizga hamda san'atimizga o'z naf tegadigan farzandlardan bo'lib yetishishga va'da beraman. Va men O'zbekistonimizda yangi sohalarni rivojlantirmoqchiman. Aziz yurtdoshlar, hurmatli tengdoshlarim, institutimizning professor o'qituvchilari 2025-yil baxt va omad olib kelsin. Biz yoshlar san'atimizni kelayotgan yilda yanada yuksak cho'qqilarga ko'taramiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.